Hozir Qo'chqorottaga ketdik. Qo'chqorotdan Mosudan Qo'chqorottaga 16 ko'rsatyapti. Senter bilan ko'rsatyapti. Men maytmal o'tib ketaman u soyda ustidan. Qo'chqorotdan o'zigacha 16 ekan. Bizga o'ziga bormaymiz-da. Biz maytdamidik. Bilan hayot bilan qayga bordik? Ya mana yo'lmidi ekan. Bo'stonda oltita yo'lmikin? Mashaydan Mashay keluvdi-da. Mana suv. Hozir 22 ko'rsatdi, 24 ko'rsatyapti. Endi biz mayda o'tib ketamiz. Короче, 24 ko'rsatyapti. Qo'chqortadan jinda o'tamiz ekan. Sentrdan bu yoqqa yuramiz ekan. Ketdik unda velosipedda. Oyoqqa kuch to'playlik. Velo прогулка bo'ladi. Haydadik. Primoy efir kiringlar, primoy efir qilaman. Oqqan suv tuz ketolmas, soy bo'lmasa, qorong'u yorug' bo'lmas, oy bo'lmasa, qon chaynab yetolmaymiz, tish bo'lmasa, palvonning ko'rki qayda, kuch bo'lmasa, ko'zlagan maqsadingga yetolmaysan, qo'lingda hamma hujjat bor bo'lmasa. Ariqning ko'rki qayda, tol bo'lmasa, charbog'ning ko'rki qayda, mol bo'lmasa, go'zalga go'zal demang, hol bo'lmasa. Kommentayimni Rahmonjonmi? Lenskiydan keyingi rayonchi. Bakateriyada oldida. Primoy efir ketyapti. 6 odam. Yana hali yarimiga yetganim yo'q, 24. Qo'chqorta issiq suv shu tarafda. Soyasi yo'q, shoh bo'lmasa, bulbullar qayga qo'nar, bog' bo'lmasa. Qo'chqortaga ham yetib keldim, avtovokzal. Tortish esdan chiqib qoldi. Avtovokzaldan jinda o'tdim. Chingizxon kafesi bor ekan. Alarcha kafesi bor ekan. Endi ozgina yursam, netdan 1 kilometrdan keyin yo'lga kirib ketaman, o'ng tarafga aşağıda issiq suv. Daryolar to'lqib toshmas, sel bo'lmasa, bu vatan ko'rkka kelmas. Aferin. Xalq bo'lmasa. Yetib kelib qoldim.
Ozgina qoldi. 1-2 kilometr qoldi. Men aytdi. Asfalt aytgacha ekan. Nereye asfalt masmak? Tillarim ham aylanmay qoldi. Baland ekanda. Kuma. Osmon. Mazaligini. Issiq suvga yetib kelib qoldik. Da xohlasa. Ana suvga yetib keldik. Daha olsa. Assalomu alaykum. Hop, bu tahsil yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shunaqa suvga yetib keldik. Cama ham bor ekan. Massajda любой turi bor ekan. To'xtatib ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum. O'chirtmikan? Yozilish kerakmikan? Bu yoqdanmi? Yo, adamlardan so'raysan orada. Ben bilmem dedi. Yaxshi. Bu murskoy zala, o baba. Короче, şuna zor yeri. Adırdı ortası da. Aşkhanası ham var ekan. Stoyankası ham var ekan. Nilmen 4 saat degende o'chirib keldi. 4 saatda kirib chiqdim xudo xolasa. Normal. Suv olayinchi. Come on. Yani bir gün kalamayın şimdi. Şöyle kalamayın. Gazeteyle yapmam. Ben size. Короче, men bildim qanaqa qilishdi. Ertalabda kelib VIP komnatani olib 2-3 kun dem olib ketish kerak ekan. Suvdan chiqdi do'stlarim. Primoy efir qilyapman shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar-da. Primoy efirga ko'p qilaman, ko'rib turasizlar. Ha. Nimadan chiqdim? Suvdan bugun qolib ketganman, короче.
kecha deganim, kecha qolib ketib, 4 soat deganda o'chirdim, keldi. Mana o issiq suv mana bu yerda mana. Magazini ham bor, kelganlar biladi. Короче, normal. Odamlar bor ekan, nima qilmay qoray, tortmay qoray. Mana bu yerda nima yo'q ekan, joy yo'qligi uchun yo'lda narigi betida uylarda qo'yam. Mana uyda qoldim. 300 so'm ekan. Kelganda bugun bitta nima qildim? Suvga tushdim. Endi sekin yo'lga chiqaman, xudo xolasa. Uygacha 24 kilometr. Normal.